Endilikda suvdan noto'g'ri foydalangan fermer xo'jaliklariga moliyaviy jarimalar qo'llaniladi. Do'stlar, ushbu xabarimizni respublikamizdagi barcha fermerlarga maksimum darajada yuborib qo'yasiz. Suvchilar maktabi sizni allaqachon kuchga kirgan yangi amaliyot bilan yaqindan tanishtiradi. Prezidentimizning 2026-yil 6-fevraldagi 47-sonli qaroriga muvofiq 2026-yilning 1-aprelidan boshlab yangi amaliyot joriy etilgan. Unga muvofiq, agar siz yeringizda suv tejaydigan texnologiyalarni joriy etish maqsadida davlat subsidiyalarini olgansiz, biroq qandaydir bir sabablarga ko'ra suvni tejaydigan texnologiyalarni yoki tizimlarni joriy eta olmagansiz. Bu holatda siz suvdan o'z boshimchalik bilan foydalangan deb hisoblanasiz va sizning har 1000 kubometr foydalangan suvingiz uchun moliyaviy jarimalar qo'llaniladi. Mazkur moliyaviy jarimalarni qo'llash bo'yicha elektron talabnomalar Suv xo'jalik nazorat inspeksiyasi tomonidan rasmiylashtiriladi. Yana alohida ta'kidlash joizki, undirilgan moliyaviy jarimalarning 30% respublika byudjetiga yo'naltiriladi, qolgan 70% esa Suv xo'jaligi vazirligi huzuridagi suv xo'jaligini rivojlantirish jamg'armasi hisobiga yo'naltiriladi. Shu sababli, hurmatli fermerlar, agar siz davlat subsidiyalarini olgan bo'lsangiz, unda zudlik bilan o'zingizni yeringizda suvni tejaydigan texnologiyalarni yoki tizimlarni tezroq joriy etishga kirishishingizni tavsiya qilamiz. Va yana bir muhim yangilik shundan iboratki, agar sizga suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy etib bergan pudrat tashkilot 2 yillik muddat ichida kafolatni taqdim etmagan bo'lsa yoki servislarni sifatli darajada ko'rsatib bormagan bo'lsa, sizga moliyaviy jarimalar qo'llanilmaydi. Agar qishloq xo'jaligi sohasidagi va umuman suvdan foydalanish sohasidagi qonunchilikdagi yangiliklar to'g'risida, shuningdek siz uchun zarur bo'lgan, kerakli bo'lgan huquqiy tavsiyalardan o'z vaqtida hamda birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, unda Suvchilar maktabining ijtimoiy tarmoqdagi barcha sahifalarni kuzatib boring hamda obuna bo'ling.